Yahudlar hiyla qilishdi. Va hiyla orqali ana shu kunda ov qilishdi. Natijada Alloh taolo ularni maymunlarga aylantirib qo'ydi. Bularni bobolari, ajdodlari maymunlar va cho'chqalar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo oyatidagi innamal mushrikuna najas degan oyat bor. Mushriklar najasdir. Bunda ulamolar ikki xil tafsir aytishadi. Birinchi toifa ulamolar rostakam najasni nazarda tutishadi. Ya'ni rostakam najasligi va u bilan so'rashsa qo'lini yuvolishligi kerak bo'lishligini ulamolar aytadi. Haq dinni din deb tutmaydigan, ya'ni islom dinini din deb tutmaydigan, Alloh va Rasuli harom qilgan narsalarni harom qilmaydigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmagan kimsalarga qarshi jang qiling dedi. Kurashing, ularni qatl qiling dedi.